Render orqali birinchi request ketadi, keyin belgili bo'ladi. Register.html ga qaytsin va nima deymiz? Dictionary'larimizni aytib o'tib ketamiz. Forum, ya'ni shu forumni barvar nechitamiz nima deymiz? Forum degan o'zgaruvchidan ol deymiz. Endi qaranglar-da, metodi post bo'lsa ishlaydi, shundaymi? Post bo'lmasa bo'm-bo'sh inputni chiqarib berishi kerak maxi. Ya'ni shuni aytib ketishlarimiz kerak. İB'de else nechitamiz? Forumdagi o'zgaruvchiga register creation forumni buni prosto berib ketamiz. Tushunarlimi? Metodi bo'lsa, post bo'lsa chiqarib beradi. Bo'lmasa bo'm-bo'sh narni chiqarib beradi. Tushunarlimi? Endi nechitamiz? Register HTML'i ochib olamiz. Nega ochamiz uni? Templates degan papka yaratamiz. Endi bunda fayl yaratamiz, .html atamiz. Endi nechitamiz? Qaranglar-da, o'tgan safargidek avvalgidek qiyin aytib yuribmiz. Bo'lg'ani yana post etamiz metodini. Nechitamiz? Bo'lg'ani oddiy. Craftsy tokenni qo'yish kerak. Ksrf nima deymiz? Token qo'yiladi doim. Forum desanglar bo'ldi. Input demek kerakmidi? Ya password aytib o'tdik-ku, qolganlarni o'zini aytadi. Endi nechitamiz? Ibera bir dona punktga qo'yamiz. Nima degan? Type on submit. Ro'yxatdan o'tish. Tushundingmi? Submit etamiz. Ana. Bo'ldi yana. Endi nima ukamiz bo'ldi? Qaranglar, bu template aytdim, lekin aytdimmi neda qarashi kerakligini. Bezdirdan nechitamiz? Templates. Xo'p, endi nima ukamiz bo'ldi? Hali bir narsa ekamiz. HTML tayyor, view tayyor, URL tayyor. Xo'p, urls.python degan fayl yaratamiz. Boshda bu nastroyka egalarimizni aytib olamiz. Nima deymiz? Include path. Keyin qaranglar. Men bosh sahifaga chiqsammi? Yo'q, mana u chiqsin. Users app'da endi app'larim ko'p bo'ladi-ku, bosh sahifaga men blog postimni chiqaraman. Tushunarlimi? Men foydalanuvchi ro'yxatda o'tkazishi bayonni chiqaraman. Register app'ini tushundingizlarmi? User degan app'da. Include deymizdan nima deymiz? Users app'dagi URL faylini ishla. Tushunarlimi? Ana endi nechitamiz dedi? URL'sini yozaman. Nechik bo'ladi buni tartibi? Teng bo'ladi. Path deyman. Path nechitamiz? Donim edi. Chorib olish kerakmi? From Django'ning ichidan URLsdan import etamiz. Pathni. Tushundingmi? Endi nechitamiz? Endi qaysidir funksiyani ishlatib biz. No users app'da view'da no degan funksiya yaratdi. Register. Tushundingmi? Ya'ni register degan app'im ichida nima bo'lishi kerak? Register degan nami ishlat funksiyani. Dima, qaranglayna, iberlarni qaranglayna. Shu qovun narsa bo'lishi kerak, slash belgisi bo'luv tayog'i, imundan bo'lishi kerak. Admin panel. Endi loyihani make migration barib ishlatib ko'raman. Python manage make migrations. Xatolik bermadi. Manage nechitamiz? Migrate. Xo'p, Python manage nechitamiz endi? Run server beramiz. Loyiha ishladi. Ya hozircha hech yerda xatolik berib turgani yo'q. Saytga kiramiz. 127 deyman. Chiqmadi. Sababni uchun bosh sahifaga uni chiqarmadik. Endi nechitamiz? URL usersga register bo'limini o'tamiz yana. Chiqarib berdi, lekin nima chiqarib turibdi? Ibera Craftsy tokendan chiqarib berib turibdi. Tushundingmi?
Bunu noda berip gitti Kripsi tokenini. Teşkirip turgan yok bu. Çıkartıp turttu bu kıymatını. İşetemiz dedim ona. Yine IB'de hata gitken. No demiz de kısırıfı token. Tushunarlimi? Ina. Yuqoriga ketdi. Sadiqov deyman, Tohirjon deyman. Username shunday dursin. Ina qaranglar-da. İB'lar o'zi chiqarib berdi ina. Inputlari tushunarlimi? Endi parol yozaman. 2002. Qaranglar, bir-birdek ko'raman. Bir deyman. Xatolik berishi kerak edi ina. Ko'rdingizlarmi? Parol dim kichkina deydi. Ko'rdingizlarmi? Endi qaranglar, uzun aytamandan kursan yozaman. 8 dan 8 yozaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buni ro'yxatga o'tkazaman. Qaranglar. Dim o'xshash deydi. Kuri sondan iborat. Ya biza IB'da funksiya chiqardik-ku, noda forumda. Forumda IB funksiyani chiqarib qo'ydik-ku ina. Passwordni teshkirda. Tushunarlimi? Bu password nedan teshkirib turibdi desangizlar ina. Imundan teshkirib turibdi ina. IB'da ina common deb turibdi. Ko'rdingmi? O'xshash. Kuri numerik degan ina. Rostdan ham numerik chiqarib turibmi? Ha? Endi boshqacharoq ketaman. 2002 2020 bu 2002 2020 endi ina. Buni yozmadim buna. Xato aytamizdan bosamiz. Ina parollar mos emas. Biza yozgan xatoni chiqardi. Ko'rdingizlarmi? Ya IB'da tekshirdik-ku ina forumda. Qanadu? Na forumda. Biza ina ya parollar mos emas degan tekshirib berdim axı. Endi bo'sh qoldirib ko'raladi, bo'sh. Shundan mina birini bo'sh qoldiraman, yubaraman. Ne bo'ladi? Ina uji parollar mos emas degan xatodan ham oldin nabart turibdi. Undan ham oldin tekshirib turibdi. Ko'rdingizlarmi? Buna e'tibor bermay turibdi. Endi nechitamiz? Qaytadan yozamiz. 2002 2020 bu 2002 2020 bu. Endi ro'yxatda o'tishi bossam, ne bo'ladi? Ro'yxatda o'tkazadi, lekin o'tdi bu. Hech sahifaga o'tmadim, yo boshqa o'tmadim. O'tganini nedan ko'ramiz? Shu yagona Visual Studio'da hozircha ko'rib turamiz. Bu databaseni ochaman. Iberma kelaman. Endi nechataman? Buni kattaytiraman. Yana user custom userga jadvalni tushdi. Tushganmi ko'ramiz. Kim deb kiritmadimmi? Sodiqov Tohirjon deb kiritmadim, shundaymi? Yana Tohirjon username to'g'ri oldimi? Sodiqov Tohirjon dedi. Iberno bo'ldi. Hammasini to'g'ri aytdi. Lekin qaranglar, yana Tohirjon degan username 2002 deb turib, bu deb turib, ro'yxatda o'tishi bossam, yana username already exist deydi. Ya u uji databaseda bu abstract userdan meros olib qo'yibmiz-ku biza. Shundaymi axir? Bu abstract userda username uji unique degan narsa bor ena, ko'rdingizlarmi? Xatolik qilib berib turibdi. Tushundingizlarmi? Endi real loyihani odamlar ro'yxatda o'tkazishi shunday bo'ladi. Shunda tekshiradilar. Bu ana biza passwordni tekshirib qo'yibman. Bu first name harf yozish, son yozish to'g'rimi? Harfmi deb tekshirishim mumkin. Tushundingizlarmi? U ismini tekshirdik biza kitobda. Tushunarlimi? Xo'p. Bo'ldi hozircha. Shu ish etib berasizlar, keyin dars davom ettiraman.